Bana kelgan xatlarning ichida eng ko'p so'raldig'ini dal mushu men odatda sayqo o'ragan ishlatiladigan xushbiroq lazimni qilish usuli. Qilish usuli nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsin chuqum o'rganaysiz, ham o'rganish boshlar ketdik. Havo setilib akaga ranglasini qayta necha qatim yuvib, ustidagi qo'nib olgan to'p dog'larini pokli chayqayotgandan keyin suzib elib, yana bir das to'kib, ustiga cho'kida qaynoq suv quyib, ustini mana shunday taqsida yepib, 3 soat atrofida qo'yib qo'ysak, suratdagidek mana shunday yumshoq holat keladi. Ondan oilada pichoqda ushshoq qilib chanavarsak bo'ladi yoki ma'nodagi qiyim qilish mashinasi bo'lsa, hamma shunda izlab ushshoqni varsak bo'ladi. Normal holatda izlab bo'lganda oldin to'g'rab tayyor qilib olgan zanjivil va samsoqlarni to'kib, keyindan muvofiq miqdorda tuz va oldin tushib tayyor qilib olgan may qo'yamiz. Mening ishlatganim bo'lsa, Elnorining 100% sap holda Ispaniyadan import qilib ishlab chiqargan zaytun mayi. Yana davomli 5 minut holatda ezsak, suratdagidek mana shunday nihoyat yumshoq va shirinlik holat keladi. Ondan tayyor qilib olgan quturimiz qilib, har qanday sayqo urganda bir qo'shqi solib rangi va ta'mini shunday yaxshi chiqadi. Hamsi oxirida mening ajrimga haqsiz yurakdan birini besib, qo'llash bilan birga meni qaytib olsanglar, buningdan nadir mazmun kun o'zinglarda kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.